Eshitmadingmi? Ajrashasan. Ertaga qizim pul olib kelsa, yana sen bilan narsa zakaz qilib boraman. Yaxshiyam shu boy qudalarimga uzatganman qizimni. Voy, qizim, assalomu alaykum. mani bankim keldi. Yaxshimisiz? Qanisan? Yaxshimisan? Qizimizsan, yaxshi keldingmi? Ha? Ertaga kelishing kerak edi-ku. Nechun kelib qopsan? Oyimni pullarini vaqtliroq topshirdi dedingmi? Beraqa. Haligi oyi, yo'q, pul topshirishga kelmadim. Sizga yomon xabar olib keldim. Keling oyi, o'tiringlik, sizga gapim bor. Voy, ha? Kelishingmi? O'tiring. Nima bo'ldi? Gapira qolgin. Haligi oyi, kechasi qaynotamiz zavodiga o't ketibdi. O'shanga hamma narsa yonib, kul bo'lib ketibdi. Xullas, bankrot bo'lishdi oyi. Nima? O't ketdi deysanmi zavodiga? Voy. Anaqa ularning o'zi pul keladigan joyi faqat o'shatmidi? Bilmasam, o'zi bo'lmaydi oyi, Alloh sabr bersin. Necha yillik mehnatlari edi. Mayli, endi ularga sabr bersin. Nima ham dirdik. Voy. Ajrashasan. Nima? Ajrashasan? Nimaga oyi, axir Eshitmadingmi? Ajrashasan. zavod yonganigami? Mani turmushimga buni nima aloqasi bor, ona? Men seni bilasan. O'sha boylik uchun uzatdim o'shalarga. Meni bilasan, boshimni oshib yotibdi qarzlarim. Kim to'laydi meni qarzlarimni? Oyi, mani homilam bor, 2 qatman. Bu nima deganingiz? Turmush sizga ermay bo'ldimi? Oyi, men erimdan voz kechmayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, zavod yonib ketadimi, bankrot bo'ladilarmi, puli yo'q bo'ladimi, har doim erimning oldida bo'laman. Birga chaylada bo'lsa ham yashayman shu erim bilan. Hech qachon oilamdan voz kechib ketmayman. Ona, menga boylikning aloqasi yo'q. Birga mehrli bo'lib, baxtli bo'lib yashasak bo'ldi. Menga shuni o'zi yetadi. Issiqini, mehrlarini his qilib yashasam bo'ldi. Bundan keyin gadoy bo'ladi ularning, bilasanmi? Men o'laman deyapman, senga o'laman pulimni to'lamasam. O'lmaysiz ona, o'lmaysiz. Bo'ldi. Men mashinamni sotaman. Shu bilan keyin meni turmushimga aralashmaysiz. O'zim xohlaganimda yashayman. Voy! Mashina sotasanmi? Rostdan sotasan-a? Voy. Voy, faqat meni tushun, qizim. Qiyin deyman-ga ya. Ona, men sizni tushunarman. Faqat sizni bu qilmishlaringizni Alloh kechirsa bo'ldi. Men ertaga pul bilan kelaman. Mayli, yaxshi qoling. Nima deydi? Nima ishim bor? Zato ertaga menga mashinani pulini olib keladi.